Bugun milliy sertifikatga doir yozma savollardan biri poliploidiyaga oid masalani ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan biologiya fan o'qituvchisi Doniyorbek Hayitboyev. Boshladik. Bu yerda masalani shartini o'zim aytib, masalani tushuntirib beraman va bu videoni YouTube ga joylaymiz. YouTube'da kommentariyaga savolni ham joylab qo'yamiz. Shu orqali yana qayta o'qib olishingiz mumkin. Nima deyapti? O'simlikni mevasini postini qalinligini kattagini ta'minlaydi deyapti. Mevasini postimi, urug' postimi ahamiyati yo'q, demak qalinligini kattagini ta'minlaydi. Yupqaligini esa kichkinagini ta'minlaydi. Va shu o'simlikning genotipi quyidagicha bo'ladi 2 holatida. Bu savollar yanvar oyida ham tushgandi, shunga o'xshagan savollar poliploidiyadan. Shuning uchun poliploidiyani menimcha yaxshi tushunib olgan foydali bo'ladi. Yanvar oyida poliploidiya degani o'zi nima degani? Xromosomalar sonini gaploid to'plamga nisbatan karrali nisbatda orttirish. 4n qiladigan bo'lsak, 4n to'plamga oshiradigan bo'lsak, mana bu 2 ga nisbatan 2 barobar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ikkita katta, ikkita kichkina yozib olasiz. Shuni shunda tushunib olavering. Xo'p, endi geksaploid degan bizning masalamiz shartida geksaploid o'simlik olinadi degan, geksa degani 6 degani. Shuning uchun bunga nisbatan 3 barobar ko'p bo'ladi. 3 ta katta, 3 ta kichkina yozib olasiz. Va mana shu geksaploid o'simlik o'zini o'ziga chachishtirildi deyapti. Ya'ni meva po'sti qalin bilan meva po'sti qalin chachishtirilibdi. Bu yerda bilib qo'ying, nechta dominant gen bo'lishidan qat'iy nazar meva po'sti qalin bo'ladi. Hamma resessiv bo'lgandagina meva po'sti yupqa bo'ladi. Endi o'quvchilarni bu masalalarda qiynaydigan birinchi sharti gameta olishga qiynaladi. Masalani ishlanishini to'liq yozib qo'ydik. Gameta olishidan boshlab tushuntirishni boshlaymiz. Endi o'zi aslida monodroga chachishtirishda ishlayotganingizda katta kichkina bo'lgan bo'lsa, katta dan bitta gameta tushardi, kichkinadan bitta gameta tushardi. Chunki bu ikki xil bo'lganligi uchun. Endi bunda 3 ta kattani o'zini yozib olasiz mana. Bundan bitta gameta tushadi. Keyin mana shu yerda qiynaydi ko'pchilikda ikkita katta, bitta kichkinadan 9 ta tushadi. Bu qayerdan paydo bo'lyapti? Shuni tushuntirishimiz uchun biz genotipni har birini raqamlab chiqdik. 1, 2, 3 katta A, 4, 5, 6-lar esa kichkina A. Bundan qanday gameta olinadi? Mana bu yerda ko'rsatib ketganmiz. Qaranglar. 1, 2 katta A va 4 kichkina A bitta gameta tushadi. 1, mana shu. Keyingisi 1, 2 katta A, 5 kichkina ikkita gameta, ikkinchi gameta bu. 1, 2 katta A, 6 kichkina, 3 gameta bu. 3 ta gameta bo'ldimi mana? 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Endi keyingisi 1, 3 katta, 4 kichkina, 1, 3 katta, 5 kichkina, 1, 3 katta, 6 kichkina. Mana. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6. Keyingisi 2, 3 katta, 4 kichkina, 2, 3 katta, 5 kichkina, 2, 3 katta, 6 kichkina. Mana. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6. 9 ta gameta shunday paydo bo'lyapti. Va mana shu yerda bir yo'li shuni yozib qo'yaverdik. Ko'rinishi bir xil bo'lganligi uchun. Endi keyingi gameta bitta katta, ikkita kichkinadan 9 ta tushadi. Bu qanday bo'ladi? Mana bu yerda bir yo'li ko'ryaptimi o'zimni? Birinchi katta A, 4, 5 kichkina, birinchi katta 4, 6 kichkina, birinchi katta 5, 6 kichkina A. Bir xil bo'lganligi uchun chalg'itadi. Shuning uchun mana buni siz ham kerak bo'lsa qayta yozib chiqing. Keyingisi ikkinchi katta 4, 5 kichkina, ikkinchi katta 4, 6 kichkina, ikkinchi katta 5, 6 kichkina. Keyingisi uchinchi kattaga keldik. 4, 5 kichkina, uchinchi katta 4, 6 kichkina, uchinchi katta 5, 6 kichkina. 9 ta gameta tushadi bundan. Mana. Va keyingi kattaga, pennet kattaga 3 ta kichkinani yozib qo'yasiz mana. Va xuddi shunday gametalar keyingi organizmda ham bir xil chiqadi mana ko'rinish. Yozib oldik. Endi chachishtirishga e'tibor beramiz. Chachishtirayotganda mana 3 ta katta bekka tushadi. Va mana bu 3 ta katta bekka tushadi. Demak 6 ta katta. Bunaqadan bitta chiqadi xolos mana. Keyingisi 3 ta katta, 2 ta kichkina. Bitta kichkinasi bor xolos. Demak 5 ta katta A, bitta kichkinadan 9 ta tushadi. Ya'ni mana 9, mana 1, 9 kara 1, 9. Xuddi shunaqa mana bu yerda ham chiqadi. 5 ta katta, bitta kichkina. Mana bilan chachishtiryapmiz. Demak, keyingisi. Mana buni qarang.
bitta katta, mana 3 ta katta, 4 ta katta, 2 ta kichkina, 9 ta chiqadi. 9 karra 1. Xuddi shu 4 ta kattaligi mana yerda ham chiqadi. 9 karra 9 bunda faqat 81. 4 ta kattaligi mana yerda ham chiqadi. Xullas kalom e'tibor beryapsizmi? Bunaqasiga ketyapti. Bir xil, mana bu bilan mana bu bir xil. Mana bu bilan mana shu uchovi bir xil. Keyin mana to'rovi bir xil bo'ladi. Ya'ni bu to'rovi 3 ta kattaliklar. Bitta birga bir, mana 3 ta katta, 3 ta kichkina, keyingisi 3 ta. Mana bitta katta, 2 ta katta, 3 ta katta, 3 ta kichkina. Bunisi 3 ta katta, keyin 3 ta kichkina, 3 ta katta, 3 ta kichkina bunaqasiga chiqadi. Keyingisi 2 ta katta alilar mana bular. Sonini ham aniq qilib yozib qo'ydi, ko'rinib turibdi. Keyingisi bitta katta alilar mana bular. Keyingisi hammasi resessivlar mana. Masalani shartida aytayaptiki, A shartida aytayaptiki, genotipik sinflarini yozing deyapti. Sonini ham yozing deyapti mana. Hammasi dominant A dan bitta chiqadi mana. Endi 5 ta katta, bitta kichkina A dan 18 ta chiqadi mana. 9 ga 9, 18. Shu ikkovi. Endi 4 ta katta, 2 ta kichkina A dan 99 ta chiqadi mana, mana uchovi. 9, 9, 18, 81 deb qo'ysangiz 99. 3 ta katta A, 3 ta kichkina A dan 164 ta chiqadi. Mana eng uzuni. Shu hammasini qo'ysangiz 1, 81, 81, 1 deb qo'ysangiz 164. 2 ta katta, 3 ta, 4 ta kichkina A dan 99 ta chiqadi. Mana bu. 9, 81, 9 deb qo'ysangiz. Keyingisi hammasi resessivdan bitta chiqadi. Demak, genotipik nisbati 1, 18, 99, 164, 99, 18, 1. Endi keyingi savolda aytayapti, fenotipik nisbatini aniqlang deyapti. Fenotipik dominant geni bor hammasi qalin bo'ladi. Mana shuning uchun 40 qo'yganmiz. 99 ta qalin chiqadi, 399 ta qalin chiqadi. Shularni hammasini qo'shsangiz bitta yupqa chiqadi. Demak, jami 400 ta. Keyingisi S shartida aytayapti, organizmlarning nechtasi qalin bo'ladi deyapti. Bizda 400 ta chiqqan. 400 ta, hammasini qo'shsangiz 400 chiqadi bu qizillarni. 400 tamizdan 399 tamiz qalin. Masalan, shartida berganki, 1200 tadan nechtasi qalin deb topsangiz, 1197 tasi qalin bo'ladi. Mana. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, kommentariyada fikringizni qoldiring, savollar bo'lsa yozishingiz mumkin. Albatta like bosib, do'stingizga ham jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling.